Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir sizlarga ko'pdan ko'p yurtdoshlarimizning orzularini amalga oshirishga yordam berayotgan Poytaxt Rezidens loyihasi haqida batafsil ma'lumot beraman. Siz ko'rib turgan ushbu loyiha prezidentimiz tashabbusi bilan renovatsiya qilinayotgan vokzal orti, ya'ni Zaliniya hududining yangi ko'rinishi. Hokimiyat tomonidan biz uchun ajratilgan 13, 14, 15 lotlarga biz jami 12 ta, ya'ni 14 va 17 qavatli binolarni quruvchimiz Azizbek Sulaymonov boshchiligida barpo qilmoqdamiz. Loyihamiz uchun ajratilgan umumiy maydonning 23.6%ni binolar va qolgan qismini yashil maydonlar, yo'l qoplamalari va parkovkalar egallagan. Loyihamiz siz ko'rib turganingizdek 3 kilometrlik yangi bulvar deb atalayotgan bog'ning yonginasida joylashgan va maktab, bog'cha ham juda ham yaqin masofada. Loyihamizning umumiy ko'rinishi xuddi shunday holatda bo'ladi va jami 12 ta blok, ya'ni 6 tasi 17 qavatlik, 6 tasi 14 qavatlik. Hamma binolarimizning eng yuqori qavatlari penthouse bo'ladi va birinchi qavatlarimiz do'kon uchun ajratilgan. Yer osti parkovkalar va oilangiz bilan miriqib dam olishingiz uchun, kechki sayrlar uchun o'zining yashil maydonlariga va favoralariga ega. Loyihamizning hovli qismini siz bilan tanishtiradigan bo'lsam, bolalar maydonchasi uchun alohida e'tibor qaratilgan va farzandlaringiz xavfsiz o'ynashlari uchun barcha sharoitlar mavjud. Loyihamizning asosiy devorlari quyma monolitdan ko'tarilmoqda va fasad qismiga keramik kafellar va sifatli alikafonlardan ishlov berganmiz. Ko'rib turganingizdek, binolarimiz 100% quyosh panellari bilan jihozlangan va har bitta podyezdda 2 tadan lift bo'lib, liftlar uchun alohida generatorlar o'rnatilgan holatda bo'ladi. Loyihamizda jami 1076 ta xonadon va 60 ta sotuv do'konlari mavjud. Shu bilan birgalikda o'zining yer osti va yer usti avtoturargohlariga ega. Loyihamizda bir xonadan 4 xonagacha bo'lgan xonadonlarimiz mavjud va sizlarga hozir xonadonlarimizning planirovkalari haqida ko'rsatib tanishtirib o'taman. Siz ko'rib turgan ushbu planirovka bir xonalik 44 kvadrat metrli xonadonimizning ko'rinishi. Bu asosiy kirish qismimiz va uzun hol qismi. Hol qismining o'zi 4,5 ga 180 santimetrni tashkil qilyapti. Kirishdan chap tomonda dush, sanuzel joylashgan va bu yerda oshxona, bu yerda esa bitta yotoqxona. Uyning asosiy qismi, ya'ni balkon qismimiz yotoqxonaga to'g'ri kelyapti. Endi sizlar bilan loyihamizdagi 2 xonali 59.25 kvadrat metrli xonadonni ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish qismimiz va hol qismi ham juda ham keng va shinam. Chap tomonda dush bilan sanuzel joylashyapti. Bu yerda bitta oshxona. Uyning asosiy qismi balkon qismimiz oshxonaga to'g'ri kelgan bu yerda. O'rtada bitta yotoqxona va umumiy xona, zal qismimiz joylashgan. Zalni o'zini kattaligi 3 ga 620. Zalning umumiy maydoni o'zi 18 kvadrat metrni tashkil qiladi. Endigi navbat sizlar bilan 3 xonali 81 kvadrat metrli xonadonni ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish qismimiz, bu xonadonimizning planirovkasi juda ham shinam va chiroyli joylashtirilgan. Kirgan qismimizda uzun koridor bo'lyapti. Eng asosiysi dush va sanuzel alohida joylashgan. Bu yerda bitta oshxona, umumiy xona va yonma-yon 2 ta yotoqxona joylashgan. Balkon qismimiz bu xonadonimizda zalga to'g'ri kelgan. Endi sizlar bilan loyihamizdagi eng ko'p xonalarga ega bo'lgan, ya'ni 90 kvadrat metrli 4 xonali xonadonni ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish qismimiz, bu yerda dush bilan sanuzel joylashyapti va bu xonadonimizda jami 3 ta yotoqxona mavjud. Va oshxonamiz bilan umumiy xonamiz, ya'ni zal qismimiz studiya variant qilib, bitta qilib joylashtirib o'tilgan. Bundan tashqari yana bir qancha xonadonlarimiz mavjud. Keling endi sizlar bilan narxlar haqida ozroq tanishib chiqamiz. 2026-yilning 3-iyul holatiga ko'ra narxlar bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, 2-qavatdan 4-qavatgacha kvadrat metr narximiz 11 million so'm va bosh to'lov eng kami 120 millionni tashkil qiladi. 5-qavatdan 7-qavatgacha esa 9,5 million kvadrat metr narxi va eng kam bosh to'lov 60 millionni tashkil qiladi. 8-qavatdan 10-qavatgacha 8,5 million so'm kvadrat metr narximiz va 30 million eng kam bosh to'lovlarimiz bor. Asosiysi 10 dan yuqori qavatlarimiz boshlang'ich to'lovsiz va 11-qavatdan 13-qavatgacha 8 million so'm, 14-qavatdan 16-qavatgacha esa 7,5 million so'mni tashkil qiladi.
Loyihamiz sizga ham qiziq bo'lgan bo'lsa va sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, sotuv ofisimizga tashrif buyurib, bemalol konsultatsiya olishingiz mumkin va uzoqdagi mijozlarimiz uchun ham Telegram yoki WhatsApp orqali bog'lanish imkoniyati mavjud. Ekrandagi ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning.